You guys, hello guys, what's up guys? I am Cristiano Messi, Orlando Shoreline sizlar bilan har doimgidek men Minecraft. Наконец-то oradan nechadir oy vaqt o'tib ketdi. Уже ancha vaqt o'tib ketdi. Adashmasam 7 oy, 8 oy bo'lib qoldi. 7 oy, 8 oyda orasidagi birinchi videoyim, ya'ni Javada, уже Javaga o'tib ketdi, ko'tarilib ketdi, esingchi. No, birinchi videoyim, уже o'shancha vaqt oralig'idagi birinchi videoyim. No, qani bo'lmasa boshladik. Hardcore da 100 da yashashga harakat qilib ko'ramiz. Qo'ldan kelgancha maksimum darajada mana o'chirib qo'yamiz. Menga yaxshi narsa ekan, konga kirib ketgandan keyin o'sha boyagi diamond izlaydigan darajaga chiqqandan keyin juda ham kerak narsa ekan, chunki diamond atrofida diamond bo'lsa yo redstone bo'lsa aniq qilib ko'rsatib berar ekan. No, da yomon emas atak. Jicha o'yinda ovozini pasaytiramizmi deymanda. Buni muzikani jicha pastroq qo'ysak, no imkoni yo'q, mayli, shunday bo'la qolsin. Xo'p, davom etamiz. Bilmadim endi videoga qanday tushyapti. No, boshladik. Xullas, уже 7 oyda ichida birinchi videoyim va уже biz 1000 tadan o'tib ketdik. 1.5 taga harakat qilyapmiz. No, tezroq 1.5 ta bo'lsak, bilmadim endi uni yo'g'iga qanaqa qilamiz. Menimcha PUBG content olib borsak kerak. 1.5 tadan keyin. No, pushturangli yotoq qilamiz. Yo'g'ga bo'lib qo'ymaydi. Mayli, vashcha farqi yo'q. Bizga yotoq rangidan nima farqi bor? Shaxsan menga vashcha farqi yo'q. Xo'p, Hardcore World unaqa ko'p yashamaganman hali. AFK bilan ham uzoq borsa 23 kun yashab qo'ydim men. AFK bilan ko'p vaqtim AFK qilganim hisobiga 23 kun yashab qo'yganman men bitta serverda. Unda ham o'lib ketishga ulgurdim. Shuning uchun no zo'r emas. Nima bu, qandaydir bugmi? Nima bu? Qo'ziqorin. Vodka de masala, qo'ziqorin ekan bu. Mana shu bizda hozirdagi kichkina bazamiz bo'lib qoladi. Tak, shu yerga ham narsamizni yasab qo'yaveramiz. No, muzikasi atak yomon emasmi? Eshitib o'tiraveramiz mayli. O'yinga muzika qo'shgan menimcha bir tomondan yaxshi. No, zo'r emas, no, yaxshi baribir. Xo'p, tak, buni ham olamiz. Kerak emas, buni qo'yamiz, buni ochamiz, buni qo'yamiz. Uzr. Buni qo'yamiz. Ol buni. No, hardcore o'rganamiz, aniqrog'i hardcore da hali mukammal emas, no. Shu serverda bilmadim endi. Balki serverda nomini ham video ko'ryapsizlarmi? Shu klaviatura mishkicha qiyin bo'lyapti-da. 1 2 3 3 ga 3 qilib qazib qo'ysak, menimcha cho'tka bo'ladi. 3 ga 3 ta nechta bo'ladi? 9 kara 3 21 bo'ladimi? 20 bala karakarani ham bilmaysanmi? 27 bo'ladi-ku. To'g'ri. Jicha esdan chiqibdi-da, mayli-da. 27 tadan bir ikkita kamayadigan bo'lsa ham, no da yomon emas. Atak yomon emas. Xo'p, boshlanishiga ko'pgina resurs kerak bo'ladi bizga, chunki ko'pgina resurs deganda qanaqa ko'pgina resurs? Birinchi atrofni yopish uchun kamida 4 stak tosh kerak bo'ladi. Kirkalar kamida 3 ta 4 ta kirka kerak bo'ladi konga tushish uchun. Tushish juda rud bo'lib ketdimi, tilim? Mayli. Zin emas, men narvon sifatida tushib ko'rmoqchiman bir. Qanaqa bo'lar ekan? Keyin boyagi mod ham normal, mod emas, o'yinda o'zini qo'shimchasi, endi baribir modda qandaydir yordam plus beradiganmi, demak mod u. Xullas, yordam o'yinga plus beradigan boyagi narsa ko'rdinglar, chekada narsalar nomini chiqarib beradi. Xuddi o'sha narsani qo'yib qo'ysanglar, lava bo'lsa, agar taginglarda lava bo'lsa, lava bor deb chiqarib beradi. Bu juda ham katta plus deb o'ylayman men. Kimga qanaqa? Agar shu video orqasidan bizga 5 ta podpischik kelsa, mayli, ko'p emas, 5 ta deylik, mayli. 5 ta podpischik kelsa, nima qilamiz? Nima qilmaymiz. Har doimgidek shunday o'yinda davom ettirib ketamiz. Voy. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar,
bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, uje biz stream qilayotgan bo'lamiz, chunki streamdan 20 minut oldin videoni qo'yib yuboraman. Qanday bunaqa bo'ladi emas? Вообще farqi yo'q bizga. Вообще farqi yo'q. Payyebat kerak. Ну да, muzikasi o'chdi, menimcha bo'ldi. Muzikasi yakun uje. Yomon emas, uje ko'mir topdim men. Tosh nima edi oti? Daraxtdan ko'mir yasaymanmi deb turdim, no ko'mir topib oldik. Ammo yomon emas. Nu endi bag'i bosish kerak bo'lar. Hop, tun tushguncha biz yotoq emasab qo'yishimiz kerak. Yesichu birinchi daysi o'zida yotoq yasolmasak, bu bizning aybimiz emas. Prosta o'yinda aybi bo'ladi. Ammo ikkinchi kundan keyin yotoq yasolmasak, ikkinchi kundan keyin ham yotoq yasolmasak, bu bizning aybimiz bo'ladi. Chunki shunchalik beparasat bo'lsanki, bu yotoq yasolmaysan degan. O, beparasat. Sen ham beparasatsan deb. Yo, mayli. No, davay. Bilmadim video chiqadimi yo'qmi, o'zi bir ko'raman. Agar o'lib ketsam, video tugaguncha video ham bir uncha uzoq bo'lmaydi. Hozir ko'ryapsizlar mana. 6 minut bo'libdi, 6 daqiqa o'tibdi. Agar biz xuddi shu videoni 30 daqiqagacha, 30 daqiqacha bo'lmaydi-ku, 20 daqiqa atrofida ola olmasak, 20 daqiqagacha yashab qola olmasam, bu video chiqmaydi. Boshqa harakat ham qilib ko'rmayman, ya'ni boshqa ikkinchi marta, masalan, kimdirlari bir 250-martada ham o'xshadi, 250-martasida o'xshadi, biz yasholdik yuzda, unaqa qilmayman men. Chunki streamda qilganim yetadi. Streamda agar bu videoni ko'rib turib, streamlarimni ko'rmagan bo'lsanglar, streamga ham kirib qo'yinglar. Esichu har kuni kechqurun soat 7 da stream bo'ladi. Bilmadim, o'zi bu video rekka chiqadimi yo'qmi? Po'q olib yotibman, yana streamga kirib qo'y. Mayli. No, mayli. Xo'p, bizga nima kerak edi? Men nima qilib yuribman? Bizga mob kerak, mobizm. Mob deganda ham oddiy mob emas, qo'y kerak. Qo'y. Bu nima bu? Qo'y, bilet. Bu nima bu? Nimaga kerak hozir bizga? Men qo'y. Boyagi joyda rivojlanmaydigan bo'ldik, mana shu yerda rivojlanadigan bo'ldik. U joy bo'ldi, tashib ketamiz. Nimaga u qaranglar-da, streamda, men hozir stream qilsam 100 yil aylansam ham chiqmaydi. Hozir mana yerda bir tasodifan bu kelib qol. Mayli, qo'yinglar, YouTube avtoriskiy bera olmasa, qo'ysa maylik. Ya, u kakras ko'k. Pushtisidan ham yasaveramiz desa uchun. Nonni olamiz. Olma, kakras oziqa kerak bizga. Oziqa? What the fuck? Bu oziqada. Ovqat. Da. What the hell? Qaysi bilan kelsa? Bilay ekanman o'z. Prosta sizlarni ham bilaymi ekan deb sinab ko'rdim-da. Hozir shu yerda videoni qaranglar, stop. Hozir shu yerda videoni stop qilinglar, tayini. Men oxirigacha bora olamanmi, yo'qmi? Shuni aytinglar. Yo, kommentga yozib qo'yinglar. Kommentga yozib qo'yinglar-ki, men oxirigacha bora oldimmi, yo'qmi, keyin ko'ramiz. Ya'ni, o'sha 30 daqiqani ichida yashab qola oldimmi, yo 30 daqiqani ichida o'lib ketaverdimmi deb. O'sha narsa haqida aytyapman men, aynan. Qaranglar, ammo qishloq bor-da, galim, what the hell, galim kerak emas bizga, muhim emas. Galim muhim emas, chunki bular juda ham ko'plab galim spam qila oladi. Bizga muhimi 100 day yashay olish va bizda bor kojinni branya. Bo'laveradi. Boshlanishiga bo'laveradi. Yotog'ini olib ketamiz, bizga yotog'i kerak. Mana unaqa uylar muncha ko'p bu yerda. Shu uyni buzib ketamanmi deyman-da. Xo'p, bag'ni ko'rdim. Bag'ni ham ko'rdim-da. Endi bag'da uylar ko'p ekan. Da, ochil.
No, birinchi video bilan boshlash kerak ekanda. O'zi qishloq chiqdi, qishloq chiqdi. Qishloqda birinchi marta men Javada anoni uyini topdim. Temirchini uyini topdim men. Birinchida qishloqda uxlash shart emas, o'zim uxlasam yetadi. No, da birinchi kundanoq вообще rivojlanib ketyapman, cho'ta. Bu 100 gacha bormaydimi deyman-da, tez tugatib qo'yamanmi deyman. Mayli. O'zingga qara, tez tugatsang tez tugatar ekansan-da demak. Tez tugata olmasang tez tugata olmagan bo'lasan, bo'ldi. 8 kishi bitta yotoqqa talashyapti, lekin menda bir inventarimda 7 yotoqlar bor, 7. Xulayveramiz. Xo'p, keyin yotoqda mana bu uyda loot qilib chiqamiz. Aniqrog'i buni olib chiqamiz, xullas, qaror tushundinglar. Mana uyda deb nariga qarab ketyapman. O'zbekmanda, qonimda bor-da. Bir ishni aytamandan boshqa ishni qilib ketish o'zbekda qonunda bor. Bala ko'p ana siyosatkorlashyapman-a. To'g'ri, lekin yomon ko'p siyosatkorlashib qo'yapman-da men shu. Ochay. Buni olda baqa yur, keyin bag'ga ke. Mana bir nechta villagerlar seni kutib turibdi. Xo'p, mana yerdan, mana shu yerdan, kakras moshna joy topdim. Villagerlar uchun alohida baza qilamiz. Ya'ni villagerlar mana shu yerda yashaydi. Qanday qilamiz uni? Albatta birinchi navbatda yotoq, crafting tabledan birinchi lapatkamiz. No, hammasini devorga tirab chiqamiz qarasizmi. Birinchi lapatka va lapatka bilan ana ularni olamiz. Xullas o'zimizga alohida bitta yotoq, oxirida qo'yamiz, to'g'ri. Oxirida qo'yamiz. No, bitta yotoq qoldiramiz xullas inventarda. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 mana shunaqa qilib qazib tashlaymiz. Bilsanglar, shunaqa qilib villagerlarni ko'proq qilsa bo'ladi. Ya'ni bitta joyga yig'ib villagerlar uchun kichkina bazacha qilsa bo'ladi. Bu tomonga qarab cho'zib ketaveramiz. Birinchi marta hardcore'da omadim kelib, qishloqda deyarli 05 minutda topib oldim. Bu omadga ham bog'liq ekan qisman. Chunki yuvib kelmasanglar befoyda. Men oldin aytayapman, yuvib kelmasanglar befoyda. O'yinga kirasizlar, yuvib kirsanglar, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Pushtisi meniki bo'ladi xolos. Pushti yotoq meniki, qaros. Kimga qanday pushti yotoq meniki. Men o'zimga pushti yotoq olaman yesichi. Pushti yotoq, albatta pushti yotoq. Ko'k esa, mayli, kimdir o'yinga qo'shib olsak, o'shanga ko'k deb beramiz. Jamasi pushti bilan ko'k qilamiz. Bir gal pushtisiga, bir gal ko'kiga. Galma-galdan, mayli. No, mayli. Bu yo'q, buni ol. Buni baqqa, buni baqqa, buni baqqa. Olmas. Endi tepaga chiqib ketish kerak. Tepaga chiqish uchun mana bu yerda ochish kerak. Bu yerda ochib, bu yerga o'tib, qo'lga blok olib chiqib ketamiz. Chiqish lip ketamiz. Chiqishda ham easy. Hop, birinchi bularni qo'yib yuboramiz, keyin ustiga ol buni. Bularni qo'yib yuboramiz ustiga, keyin bu ikkovini olamiz. Ikkovini ham qo'lga olib turib, o'tirib, oldinga yurib, nimaga sirazi o'tirdim? Mayli, вообще farqi yo'q. Atak вообще farqi yo'q. Bilat, nagrammi qo'lim? Bo'ldi. Qo'yildi. Endi mana ularni ham olamiz, chunki bulardan ham yotoq yasab olsa bo'ladi. Bularni mo'da olamiz. Yesichi qoqib yormaysan men galim. Urib tashlaman meni. Galim aytgancha yana bir bundan oldin bir marta shunaqa bo'ldi. Unda bundan ham omadli edi, chunki u to'g'ridan to'g'ri qishloqda spam qilibdi.
Galem balki nariroq o'ynarsan. U prям qishloq ichida spam qiluvdi, просто bitta JTL urganimga Galem meni qoqib tashladi. Qanday omadsiz o'lim. O'limda ham o'ta omadsiz bo'lagan. O'sha menda bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Qani bo'lmasa, yo'q, hammasini olib, yasab, bitta qilib. Ochib qolib ketdimi? Tak, 9 dan 3 ta chiqadi, yana 3 ta. Yo'q, anchagina ko'pgina anaqamiz bo'lib qolagan. Yotoqlar. Yotoqlarni qo'ygandan sirasi Amerika torch qo'yib, yoritib tashlash kerak bo'ladi, chunki bu bombajlar albatta bizga xalaq berishga harakat qiladi, ya'ni zombilar. Mana uni bosib olsang, kimdir seni urishadimi? Yo'q, albatta. Nimaga emas shunaqa qilmaysan? Bilmadim, endi zerikkandan bo'lsa kerak. Hop, what the hell? Endi buni yana jo'shimiz kerak bilan. Mayli. Cho'zaveramiz. Muhimi villagerlarimiz xursand bo'lsa bas. Shu o'zimiz yaqin o'rtamizda hamma tomonni yoritib tashlayman men. O'rab tashlash kerak, sirasi tapir-tupirlatib. Yo, men o'zi plan bo'yicha o'zim bitta baza qurib, villagerlarda keyinchalik yurib, qishloq topib, keyin shunday qilmoqchi edim. No, bu erta bo'lib qoldi, mayli endi. Adashmasam Javada Bedrockdagidan ham tez bo'ladi, ya'ni villagerlar soni 10 tadanmi, yo'q 5 tadanmi o'tsa, uje Galem spam qilib boshlaydi. Bedrockda esa villagerlar soni 20 tadan o'tsa, Galem spam qilib boshlaydi. Ya'ni bu degani sizlarda 20 ta villager bormi? Yo'q, villager trade qilishni bilasizlarmi? Nima bilasizlarmi dedimmi? Bilasizlarmi? Bu degani sizlarga uje easy degani. Ya'ni sizlar ironga boysizlar degan. Xuddi shu farm bo'yicha, ya'ni o'sha men bilaydigan Galem farm, Bedrock uchun Galem farm bo'yicha 1 soatda adashmayotgan bo'lsam 8 stak temir beriladi. Agar xuddi shunaqadan 4 what the fuck is this? Shunaqa uzun bo'lib ketdimi bu? Mayli, ikkitasini yopib qo'yamiz. Deyman-da. Mayli, yopsak yopib bizda. 2 donasi ekan-ku, muhimi 2 donasi ekan-ku. Xo'p, endi o'tir va batni ham yopib qo'y. Oh yeah. Endi manevrlarni ham yana tozalab qo'yish kerak. Zombilar o'ldirib ketmasligi uchun batni yopib tashlash kerak albatta. Xo'p, birinchi bu yerdan boshlaymiz. Tak, 1 2 endi oldinga qarab 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Shunday qilib yopib tashlash kerak garoz. 1 2 lab, 1 2 lab, prям 1 2 lab yopmasanglar bo'lmaydi, o'xshamay qoladi. Qurayotgan fermerlar. Monolar birinchi kirgizib olmadim, ko'tarmaydi. Mayli-da. Kirgizib olarmizda qachondir. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Oh yeah, yo'mas bo'ldi. Uje xal, endi yoritib chiqsak bas. Tezroq yoritib chiqish kerak emas-a? Villagerlar kirish uchun 4 tomondan ham bitta teshik qoldiramiz. Nimaga o'sha yerlardan zombilar kira olmaydi deb o'ylayapsan? Endi villagerlar baribir ham kirish kerak-ku. To'g'ri. Onging past bo'lsa ham yaxshi ishlaydi. Bir xil payt. No da. Rejang bormi? Albatta rejang bor. Yo, o'zi rejasi boshladim-ku stream. Video. Stream. Oh yeah, stream. Stream bu. Endi ma'nolarda bir yerga yig'ish uchun albatta qo'ng'iroqni jiringlatamiz. Jiring, dangasa bo'lmang, erta turing. Jiring, jiring, jing, jing. Jiring, jing, jing, What the fuck bitch, motherfucker bitch, go guys.
Ha, jiringlatib tashlading-a, tamam. Bo'ldi, qo'yag'ay endi. Balki kirib ham bo'lgandir o'zi. Xo'p, nechta villager, nimaga hali bormasdan turib o'tirib olding? 3 ta villager sujib bizada, lekin bizada adashmasam ko'pgina villagerlarimiz bor edi. Xo'p, masalan, mana bu uydagi villagerlar qani? Ana bu yerda bir bo'mishcha shunday turibdi adashmasam. Turibdi. Xuddi shunaqa bo'mishchani urib o'rganligim uchun, yo'q qimilyapti bu. NPC bo'lib qotib qolibdimi debman men buni. Shunaqa bo'mishchani urib o'rganligim uchun meni Galem urgandi-da. Galem suqqandi, solishib ketgandik Galem bilan. No da, mayli atak. Kechyapti, o'zimizga ham bitta yotoq yasab uxlab olishimiz kerak, yo'qmasa shu villagerlar orasida любой bittasini yotog'iga bosib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi daysni ham shunday qilib o'tkazib yuboramizmi deyman. No, mayli, ikkinchi daysni ham shunday o'tkazib yuboramiz. Hoppa, uxla. Ana yerda rostdan bittasi NPC bo'lib qotib qolgan bo'lsa qiyin-da, chunki uni o'tirg'izish kerak, uni bir amallab. Olib kelishish kerak uni, u burchakdagi o'zi oqayotgan meniki bo'ldi, qarayotsa. Uxladi. Xullas pushti qilamiz hozir, mana shu oqni pushti qilib olamiz, esi uchun cho'tka bo'ladi ekan. 21 minut, 21 minut. Nima deyapman? 21 minut deyapman. 21 minut bo'libdi o'sha. Chiqa olmaymiz-ku. Yana Minecraft muzik boshlandi. Xo'p, yana ham qo'ng'iroq chalib ko'ramiz. Agar kirmasa o'zidan ko'rsatak. Kirmasa urib olib kelamiz. NPC kelibdi-ku mana yerga. Yugur, chop botam, chop. Chop botam, botalog'im. Mana oppog'im. Mana botalog'im. Oppog'im. Boppa botalog'im. Boppa oppog'im. Xo'p, bizada ko'pgina villagerlar bor emasmidi o'zi? Xo'p, 4 ta, yetimni hisobga olmasak 4 ta villagerimiz bor atak. Yomon emas. Videoni ovozi zapis bo'lmayotgan bo'lsa, yomon-da atak. Yomon, zo'r bo'ladi-da videoni ovozi. Opasi jildi zapis bo'lmayotgan bo'lsa. Albatta yana bitta Galem bor ekan, mayli. Bizaga Galem farqi yo'q, bormi yo'qmi? Esichu bizaga farq kerak. Boyagilarni qanday qilib ketsak bo'ladi? Bularni ham Xo'p, endi jiringlatib ko'ramiz. Eshitmayapti, Garin eshitmayapti, Garinni oldiga borib chalamiz endi. Qaysidir uyda yotoq qolib ketgan bo'lsa, hammasi hozir shunga borib tarmayadi. Ammo Garinlar eshitmayaptimi? Mana NPC bo'lib qolmaganmish qilib. Yo'q, qimilyapti. Nimaga endi NPC bilmadim, NPC. Mana uyda yotoq bormi deyman-da. Yo'q yotoq. Nimaga tarmashibsan demasan? Xo'p, bizaga yana bir nechta villager kerak. Bu xo'p qayerga ketyapti? Bo'mish uyida yotoq yo'q, Uyimda yotoq bor deb bo'lyaptimi buni? Qishloqda o'zini boshqa bir qishloqqa aylantiramiz. Xullas, mini imperiya yaratamiz. Hardcore'da mini imperiya yaratamiz. Ammo NPC bo'lgan, aniq mana shu yetim. Chunki umuman qimillagani yo'q. Shu mana shuni boshidan beri qimillagani yo'q. Galemlarni o'ldirib mana shu NPCni qimillatib olib borib olishimiz kerak. Nimaga bunisi bormayapti? Savol. Nahotki yotog'i borligini his qilmayapti bu.
Слишком uzoqda ekan do'st. Men bular 3 ga 1 bosyapti. Yo'q, mayli. Yo'qalish. Yo'qali. Qochi. Ha, ursam yana galem keladi-da oldimga. Yo, mayli. Hop, hozircha shunday turib tursin, mayli. Xullas, mana yerga bitta yotoq qo'yib qo'yamiz. O'sha yotoqga chaqiriladi bu. Uchaloq ham shu yotoqqa ketyapti. Borsa boshqa yotoq borligini his qiladi-da. Uchaloq ham shu yotoqqa keldimi? Ketdi. Oh, guy, yaxshi. Qarada, NPC ga o'xshab qotib turadi bu. O'tib keta olmaydi shu yerda. Yo'q, kirma. Prosta qo'ng'iroq chalaman. Yo'q, olaman. Keyin chalaman. Ol. Qo'ng'iroqni ol. Hop, okey. Endi bular o'zining yotog'i bor, o'zining yotog'ini his qiladi. Yesicho, ketdi. Dangir. Ya bu nima his qilmayaptimi bu? Bunga yotoq bor. 30 minut bo'lay debdi, hozir video o'zining hoyasiga yetadi. Birinchi qism qisqa bo'mijliklar bilan iborat bo'lar ekan. Eplab chiqolmay ham qoldi-ku bu. Hop. O'tto. Nechta bo'ldi? 2, 4. Hammasi kelibdimi deyman-da. Boyagindan boshqa. Mana yoqda ham ko'raylik, agar bag'da ham bo'lsa, u yoqdagilarni ham olib kelishimiz kerak. Olaylik, qo'lga yeb olaylik. Bag'da bormi, yo'qmi? Bag'da yo'q edi, menimcha, yo bormidi? Bu uyda nima bor edi? Suv bor edi faqat, suv. O'tin ham bor edi, o't bor edi, sovon bor edi, uni oldik. Va faqat shu edi. Xo'p, ikkita anaqasini olib ketamiz buni. Lavasi ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Lavasini ham keyinroq olib ketamiz. Bonusini ham olib ketamiz. Bu nima edi oti? Xullas, o'sha narsani. Jadigarda stolni ham olib ketamiz. Jadigarda ham jodigar emas. Jadigarda stolini. Torslarni ham olib ketaveramiz bizga. Yaxshi, oldimizda juda ham ko'pgina yog'och bor ekan. Yog'och bo'lsa, yog'ochli anaqalar, nima edi? Kamonchilarni ham ishli qilib qo'yamiz. Xo'p, tak. Uzib bizada ish bor. Bularga bergan ishimiz bor. Mana buni uyli ham qilish kerak esicha. Tezroq uy topib olganda bo'ldi edi-da, oxirgisi edi-da chunki. Xo'p, qo'ydik. Yo'q, qo'ydik va ketdim.
Oh yeah, yaxshi. Xo'p, bizada уже nechta bor? 3 plus 4 plus 5 plus 6. Nimaga men ikkita yashilchani sanamayapman? Chunki ikkala yashilcha ham bizga kerakli ishni bajara olmaydi. Nomiga turib berishi mumkin. Menimcha ko'payishmaydi ham bu ikkalovi. Tur 5-6 ta. Ikkita yashil hisobda 8 ta. Xo'p, endi buni atrofini yoritib tashlash kerak bo'ladi. Bizada boshqa loy blok bor ekan, yaxshi. Urug'da nima yotib yordim men? Xo'p, shu yerda ham olib qo'yaylik. Cho'cha ko'zimga neto ko'rinyapti. Yo'q, kech joylamas ekanmiz. Hozir joylayveramiz, bo'ldi garoz. Ko'nglimga cho'ta kech joylash o'tirmayapti. Xo'p, uylarini ham kerak emas bloklarni buzib, o'zimizga kerakli holatga keltirib olamiz. Masalan, mana bu uydagi bloklarni buzib, bir pechkaga aylantirib yuboramizmi, nimadir qilib yuboramiz. Masalan, bitta misol. Keyshyapti, orasiga kirib uxlab olish kerak. Ish stollarini ham menimcha qo'yish yo'q, shart emas. O'ylab qarasam shart emas ish stollari qo'yish bularga. Yo'limni berkitib qo'ydim-ku. Tak, batga bitta, batkayam. Xullas shuni orqasidan ham o'lib ketishimiz mumkin, shuning uchun. Oh yeah, xullas shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. F5. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, yoqmagan bo'lsa podpiska bo'lib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa ham podpiska bo'laveringlar. Yesichu bizga imkoniyat qanchalik yaxshi bo'lsa, ko'p bo'lsa shunchalik yaxshi. Ya'ni podpischiklar qanchalik ko'p bo'lsa shunchalik yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. No. Пока.